Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlar? Nihoyat mana shu videoni yozyapman. Vaqt yetib keldi. Vaqt yetib keldi. Sabablarini kichkina bir videochada aytib o'tdim. Video qila olmasdim va Futbol Plus bilan boshlab oldik. Endi Futbol Plusda ko'proq men gapirdim, batafsil gapirdim. To'g'risini aytaman, mana shu YouTube ga tayyorlab qo'ygan fikrlarimni ko'proq aytdim. Markaziy sektorga ulgurmadim. Markaziy sektor oldinroq yozganligi uchun boshqa yigitlar bilan o'tkazib yubora qoldi. Futbol Plusda esa deyarli men shu yerda gapirmoqchi bo'lganlarimni gapirdim. Endi sal boshqacharoq yondashmoqchiman. Demak, 10 ta voqeani oldim atayin va 10-o'rinda men Germaniya chempionati haqida gapirmoqchiman. Bavariya yutqazdi. Augsburgga uyida yutqazib qo'ydi. Dominant, hech qanaqa raqibni ko'rdim demayotgan Bavariya chempionatda nihoyat yutqazdi va bu katta voqelik. Bavariya muxlislaridan boshqa Germaniyada hammaga yoqadigan voqelik. Chunki Bavariyani Germaniyada yaxshi ko'rishmaydi, bilasiz. Chunki juda aqlli jamoa, juda to'g'ri siyosat qiladi. Bir qulagandan keyin bir yiqilib ham, qattiq ham yiqilmaydi. Salihamidzic bilan 2 yil, 3 yil oldin bo'lgan voqealarni eslang. Bu jamoa birdaniga hatto Germaniya, hatto Bavariya ham buzilib ketishi mumkin degan fikrlar yangrayotganda bir pasda o'ziga kelib oldi. O'sha Tuchel davri bo'ldi. Germaniyada biz Bavariyani doimo dominant sifatida ko'rganmiz, lekin yiqilgandan keyin xuddi Juventus kabi boshqalar chempionlikni olib, Bayer Leverkusen misol uchun chempion bo'ldi. Ag'anatib 4-5 yillar davomida boshqalar galma-galdan chempion bo'ladimi deganimizda, yo'q, Juventus bo'lmadi. Bavariya Juventus bo'lmadi. Juventus shunaqa bo'ldi, esingizda bo'lsa, ag'darilgandan keyin o'rnidan tura olmadi va ketma-ketiga mana o'shandan beri boshqalar chempion bo'lib keladi. Almashadi. Inter bo'ladi, Milan bo'ladi, Napoli bo'ladi. Bu yil ham misol uchun Juventusning chempion bo'lishi juda qiyin bo'lib turibdi. Juventusni hozir Chempionlar Ligasi yo'llanmasi qiziqtiryapti xolos. Ya'ni nisbatan favoritlikdan o'rtacha holatga tushirishdi. Italiyada eplashdi. Bavariyani esa eplay olishmadi. Xuddi shunaqa vaqt bo'lgan edi, xuddi shunaqa ichkarida noto'g'ri siyosat ketgan edi va shundan boshqalar foydalanishi mumkin edi. Bunda o'ylab qaraganimizda Bayer Leverkusen buni boshlab bergandi. Bayer Leverkusen Xabi Alonso boshchiligida zo'r ag'anatib bergandi, lekin yana o'rnidan turib oldi. Kompaniya orqali o'rnidan turib oldi va futbolchilarni olishda, futbolchilarni sotishda yana o'sha eski Bavariyani ko'ryapmiz. Faqat endi Augsburg bilan kechgan uchrashuvda qayd etilgan natija bizni, menimcha, o'zi Bavariya ham o'ylaydi-da, uzoqlarda umuman Germaniya chempionatini gapirmay qo'ygan bo'lsa kerak. Biz asosan e'tiborimizni Chempionlar Ligasiga qaratamiz. Chempionlar Ligasida o'shanda ham bir yarim final, chorak finallardan boshlab turib Bavariya haqida gap bo'ladi. Borussiya nimadirlar qilishi mumkin, Borussiya finalgacha ham borishi mumkin, lekin bu Germaniya chempionatini yutuq sifatida qayd etilmaydi deb turib, Bavariya o'ziga qaratishning antiqa yo'lini o'ylab topdi, yutqazdi. O'yinni agar ko'rgan bo'lsangiz, misol o'yinni ko'rish imkoniyatingiz bo'lmasa, misol o'sha obzorni ko'rib olishingiz mumkin. O'sha yerda highlightslarda rostdan ham Augsburg juda to'g'ri o'ynaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'yin ko'proq Manchester United hamda Arsenal jamoalari o'rtasidagi yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvni yodga soldi. Ya'ni to'p nazorati, dominantlik Bavariyada baribir, lekin kerak paytda to'g'ri munosabatda bo'layotgan Augsburg bo'ldi. 10 yilda bir yutib qo'yadi, lekin bu uchrashuvda yutuqqa haqli o'yin ko'rsatdi. Bitta burchak zarbasidan gol bo'ldi va ana shu gol bo'lgan paytda biz darvozabon masalasini o'yladik. Hozirda ikkinchi darvozabon turibdi, u xatoga yo'l qo'ydi. O'rnida Noyer bo'lganda qaytarardi dedik, lekin Noyer ham do'stlar 40 ga kirdi. 86-yil tug'ilganman. Juda katta bo'lib ketdi. Bunda o'ylab qaraganimizda, u Germaniya terma jamoasidan ketgan, Ter Stegen Girona jamoasida hali boshlab olmadi. Hali jahon chempionatigacha qanday formada bo'ladi? Juda bir o'ylantiryapti. Germaniya terma jamoasi taqdiri ham turibdi, Bavariyaga bog'liq holatda. Noyer yana qaytib qolsa ajab emas. Umuman o'yinga qaytadigan bo'lsak, Augsburg nisbatan charchagan va o'yinda raqibini baribir mensimagan Bavariyani to'g'ri jazoladi. Mana shu narsa sodir bo'ldi, lekin bu bilasizmi,
liderlarning natijalari oldida farq qiladi. Misol uchun Inter hozirda birinchi o'rinda boryapti va uning bitta yutqizug'i lider sifatida 5 ochko oldinga chiqib ketgan. Juda rol o'ynaydi va u tasodifan bo'lmagan bo'ladi, charchab qolgan bo'ladi, shuni raqiblar kutayotgan bo'ladi. PSG ham hatto Fransiyadagi PSG va boshqalar deb ataladigan chempionatdagi yakka peshqadam endi birinchi o'ringa ko'tarildi. Ha, bermasligi mumkin, lekin ortdan kelayotgan Lansdan ko'ra Marsel xavfliligi ma'lum bo'lyapti-da. Baribir De Zerbi tarkibi nisbatan yaxshi. Agarda PSG ikkita uchrashuvda qoqiladigan bo'lsa, bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Lekin endi Arsenal gapirmasa ham bo'ladi. Arsenal endi hozir qilichida turibdi. Manchester City, Aston Villa bilan farqi 4 ochkoga qisqarib qoldi va har bir uchrashuvda yo'qotilgan ochko bizga yaqin o'tmishni esga soladi. Lekin Bavariyada undoq emas. Bavariya yana 3 ta, kamida 3 ta mag'lubiyatga haqqi bor. Birov bir narsa demaydi. Va qizig'i 12 ochkolik farq o'shanda qisqarar Borussiya bilan yana boshqalar bilan. Lekin biz aniq ishonch hosil qilib aytamizki, ikkinchi o'rinda borayotgan Borussiyasi bo'ladimi, Leipzig bo'ladimi, farqi yo'q. Qaysi jamoa o'sha payti chiqqan bo'lsa, Bayer Leverkusen bo'ladimi, keyiniga bo'ladigan o'yinlar bor, yana bir 10 ta, 12 ta turda qaysi biri 100% ochko qayd etadi bilmaymiz-da. Bavariyani bilamiz. Bavariya misol uchun qattiq yiqilgandan so'ng boshini bir qoqib oladi, bunday atrofga qarab turib bo'ldi. Qolgan hamma o'yinlarni g'alaba bilan yakunlash mumkin. Bunga ishonamiz. Lekin ikkinchi o'rinda borayotgan, uchinchi o'rinda borayotgan Bavariyani quvib o'tishi ehtimoli bor jamoalar bunday qila olmasligini bilamiz. Shuning uchun afsuski bitta mag'lubiyat yetarli emas. Bavariya yana ikkita. Shunda Germaniya chempionatiga e'tiborimiz oshadi, Germaniya chempionatini ko'proq kuzatishni boshlaymiz va sen haqingda ham ko'proq videolar tayyorlanadi. Bavariya buni bilyapti, sezyapti. 9-o'rinda Italiya chempionatining ikkita o'yini. 6 ta golli uchrashuv. Ya'ni Como g'alaba qozondi Torino ustidan 6-0 hisobida. Torinoni qarshi hujumlarda ham jazoladi, pozitsion futbolda ham jazoladi, pressingini ham yo'qqa chiqarib tashladi Torinoni. O'sha Atalanta Simon pressingi bor-ku, zonal emas, balki maxsus har bir futbolchiga bitta futbolchi qo'yiladi, kiyim almashtirish xonasigacha birga ketadigan pressingi bor. Ana shu pressing umuman Comoga yaramadi va Fabregas bunaqa jamoalarni xohlagan ko'yiga solishi mumkinligini ko'rsatdi. Endi uzoqdan ham chiroyli gollar kiritildi albatta. Umuman o'zi Italiya seriyasida oxirgi payt juda zo'r gollar kiritilyapti. Bu yaxshi tepadigan futbolchilar Italiya seriyasida ko'payib qolganini bildiradi va shu bilan birgalikda darvozabonlar masalasi ham ko'tarilyapti. Darvozabonlar Italiyada oldingidek, misol uchun Donnarumma yosh, yaxshi ham Italiyani baxtiga va uzoq yillar terma jamoaning posboni bo'lib beradi. Lekin oldin biz ko'rardikki, Italiyada ketma-ketiga yaxshi darvozabonlar pleyadasi yetishib chiqardi. Endi oyoq bilan o'ynaydigan darvozabonlar Italiyada ko'payyapti, lekin save masalasida, ishonch masalasida Italiya darvozabonlari hozir faxrlana olmaydi. Fabregas 6-0 hisobidagi g'alaba bilan 6 golli o'yinni nishonlagan bo'lsa, Interning 6 ta goli butkul boshqacha bo'ldi. Interda endi Kivu reaksiya, murabbiyning reaksiyasi borasida master klass o'tadi. Dastlabki daqiqalarda Zomer Janobolilar ikkita xatoga yo'l qo'ydi, bittasi juda qo'pol bo'ldi, uzoqdan gol kiritildi va 2-0 hisobida Pisa qarasa oldinda boryapti. 2-0 zo'r hisob, ushlab qolsa bo'ladi deb turib himoyaga e'tibor qaratishni boshladi va 36-daqiqagacha Inter sezyapti, hech narsa qila olmaydi va Kivu shundoq maydonga Di Marconi tushirdi. Di Marco maydonga tushib, birinchi bo'limning o'zida jamoani comeback qilishini ta'minladi. Paslari bilan endi hamma narsa Di Marcoga, faqatgina Di Marco to'pni olib turib bir narsalar qilmadi, balki jamoa ham Di Marcoga moslashib, Di Marcoga hududlar ochilib, italiyalik Winger desak ham bo'ladi, endi bu uchrashuvda Winger bo'lib ketdi, super paslari bilan Esposito uradi, boshqasi uradi, gollarni nishonlashni boshlashdi va umuman raqib jamoa vakillari bu vaziyatga tayyor emas ekan. Shuning uchun endi 6 ta gol haqida gap ketganda, bitta turda 2 ta o'yinda 6 ta gol bitta jamoa urishi kamdan kam sodir bo'ladigan hodisa.
nazdimda baribir Interniki qadrliroq deb bilaman. Como haligi ag'darilgan jamoani ustiga urdi-da gollarni. Lekin Internatsionali darvozabon xato qilgan uchrashuvda do'stlar qiyin. Jamoa o'zini o'nglab olishi qiyin. Eng ishongan yarim jamoa hisoblanadigan pozitsiya bu kecha hali sir ko'rsatayotgan bo'lsa do'stlar, jamoani boshqa futbolchilarga ham qattiq ta'sir o'tkazadi. Comeback qilib olsa ham katta gap bo'ladi. 3-2 qilib olsa ham yoki 2-2 qilib olsa ham katta gap bo'ladi. Ammo jamoa shunaqa bir zo'r kurash ushladiki, raqibning xatoli joylarini zo'r payqadiki, mana shu yerdan urib tashlayverdi va bu yoqqa endi u yoqqa ag'darildi, to'g'ri. 4-goldan keyin Piza jamoasi xuddi Piza minorasi kabi qiyshayishni boshladi. Faqat minora o'sha qiyshaygan holda turgan bo'lsa, Internatsionali jamoani butunlay yerga, Orif Tolipning tili bilan aytganda, kunpayakun qilib tenglashtirib qo'ydi. Va 6 ta gol, chiroyli gollar. Internatsionali endi raqiblarni kutishiga to'g'ri kelardi. Xo'sh, endi nima qilasizlar? Yetib olasizlarmi yoki quvasizlarmi yoki katta farq bilan biz oldinga chiqqanimizda tantana qilishimiz kerakmi deb pastga qarashardi. Pastda albatta hamma Roma hamda Milan jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni kutdi. Milan hamshahariga har holda yetarlicha ta'qib ko'rsatyapti, orqasidan boryapti, 3 ochkolik farqni saqlab qolish kerak edi. Lekin bu kecha to'g'risini aytish kerak, Roma jamoasi yirik hisobda Milanni yutish kerak edi. Shaxsan o'zim uchun Milan g'alaba qozonishi intriga e'tibori bilan yoqimli edi. Interni quvlab borgani yaxshi. Inter baribir butunroq jamoa va Kivu ham jamoani ancha yaxshi shakllantirib oldi. Ko'ryapmiz, gap yo'q. Beppa Marottaga boshqalariga Inter master klass o'tyapti bu masalada. Hatto murabbiyni tayinlashda ham xatoga yo'l qo'ymaganini yarim mavsum o'tib isbotladi. Boshida uncha o'xshamayotgandi, lekin keyiniga to'g'rilab oldi. Lekin Milan Interda Chempionlar Ligasi bor. Chempionlar Ligasida 3 ta uchrashuvda qatorasiga yutqazdi va o'ziga qo'shimcha 2 ta o'yinni ham sotib oldi. Shulardan foydalanish kerak bo'lgan Milanda, to'g'ri, Milanda aytishingiz mumkin, bir 40 yoshli, 41 yoshli futbolchi asosiy liderga aylanib qolgan, unga bog'lanib o'ynayapti jamoa. Juda ko'p futbolchilar nisbatan qariyaroq, disbalans ba'zi tarkiblarda bunisiga tushmay, lekin do'stlar, Allegri har bir turga bir hafta jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti. Romaga ham tayyorgarlik ko'rgani aniq. Roma ham Yevrokuboklarda qatnashyapti. Lekin kim o'zi Yevrokuboklarda qatnashyapti degan savol tug'ildi o'yinni ko'rib turib. Roma ajoyib o'yin ko'rsatdi. Menyan ushlab turdi. Hammasini Menyan ushlab turdi va ikkinchi bo'limda Milan gol urganda "Voy" dedim borib. Qanaqasi? Shu bilan yutib ketadimi deganda, yo'q, har holda penalti bo'ldi va Roma durang natija qayd etdi. Ya'ni bu uchrashuv bo'ladi. Siz garchi intriga e'tibori bilan yutishni xohlayotgan jamoangiz umuman raqibdan zaif o'ynab, raqibga rosa imkoniyatlar berib, yaqin masofalardan zarbalar yo'llashga imkon berib turib yutsa, bir ko'nglingiz joyiga tushmaydi-da. Va shunaqa o'yin bo'ldi va Roma haqli, hech bo'lmasa haqli durangini olib ketdi va tepada intriga kamaydi. 5 ochkolik farq Inter hamda Milan o'rtasida. Endi turning markaziy o'yini baribir Juventus hamda Napoli jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda edi. Bu katta o'yin, buni hatto derbi ham deb atashadi. Jang e'tibori bilan derbi, haligi shimol bilan janub o'rtasidagi bahs Napolidan boshlanadi. Italiyaning kambag'al qismi, etikning pastki qismi issiqlashib boradi Italiya. Tepada esa Turin, Milan bor. Xullas, Rim ham sal teparoqda. Napolidan hamma ishkallar boshlanadi. Ana shu Napolini sobiq bosh murabbiyi bilasiz, Spalletti edi. Spalletti 30 yildan keyin, Diego Armando Maradonadan keyin 30 yil o'tib jamoani chempion qilgan edi. Xuddiki Liverpool 30 yildan keyin Klopp bilan chempion bo'lganidek. Endi Klopp yillar davomida jamoani chempionlikka tayyorlab chempion bo'ldi Covid paytida. Spalletti esa bir antiqa chempion bo'lib qoldi. Aslida Sarri chempion bo'lish kerak edi deymiz doimo, lekin u paytda Juventus Sarrimi boshqasini qarab o'tirmaydigan 2 ochko
ko'proq jamg'arib qo'yadigan jamoa edi. Mana shu sobiq jamoasiga qarshi o'ynadi va bilasiz, u nakulka urib olgan. Spalletti o'zi g'alatiroq odam, bir ko'ngli yoshmi, bir boshqacharoq bandit odamlarga o'xshaydi va ko'p jamoalarda murabbiylik qilganiga qaramasdan Spalletti Napoli bilan hayoti bog'langanini, Napoli uning yuragida saqlanib qolajakligini e'tirof etgan. Buni hamma biladi. Qarama-qarshi tomonda esa Napoli jamoasining ustozi Antonio Conte. Contening yulduzli faoliyati, futbolchilik faoliyati qaraydigan bo'lsak, Juventus bilan chambarchas bog'liq. U Juve yigit hisoblanadi. Juve deyilganda biz Antonio Conteni ko'ramiz. Endi taqdirini qarangki, hozirda ikkalasi butunlay boshqa tomonda murabbiylik qilishyapti. Antonio Conte Napolini chempion qildi, keyingi chempionligini qo'lga kiritdi va Napolining ham bir qismiga aylandi-yu, lekin yuragi Juventusda qolgandek. Xullas, sobiqlar o'rtasidagi uchrashuvda Locatelli orqali rostdan endi Spalletti raqibini maydalab tashladi. Birinchi davradagi uchrashuvda-ku Juventus tengroq o'ynagandi va 1-2 hisobda yutqizgandi Napoliga. Ammo bu uchrashuvda hech qanaqa raqibga imkoniyat qoldirmadi. Bunga yetarlicha sabablar bor edi. Tan olishimiz kerak, Napoli Chempionlar Ligasida ham o'ynayapti. Vaziyati hamin qadar va juda ko'p jarohatlar. Jarohatlar ezib tashlayapti Napolini va shuning uchun ham Antonio Conte bu yil ketsa kerak deb o'ylayapman. Bu o'yinda yildiz bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, fenomenal o'yin ko'rsatib berdi va Juventus do'stlar juda chempionlik uchun haligi da'vogar bo'lmasa-da, Spalletti boshchiligida qayta uyg'onayotganini ko'ryapmiz. Mana shunaqa katta o'yinlarni yutib olayotganini ko'ryapmiz. Bu albatta yaxshi xabar. Chunki Italiyaga Juventus chempionlik uchun kurashadigan Juventus kerak. O'zi aytishadi-yu, Juventus kurashmayotgan paytda chempion bo'lganlar hisob emas deb. Buni o'sha 2006-yildan keyingilar yaxshi bilishadi. Fransiya chempionatiga navbat yetib keldi va bu yerda bahslar har holda Germaniya chempionatidan farqli tarzda qiziqroq bo'lyapti. Sababi turnir jadvalida endi mana PSG birinchi o'ringa ko'tarildi va hozirgi PSJning holatidan kelib chiqib, jamoa bunaqa muddatidan oldin chempionlikni qo'lga kirita oladi deya olmaymiz. Sababi birinchidan anchadan beri Lens birinchi o'rinda edi. Lens qanaqa jamoa desangiz, Lens 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynaydi. O'zi umuman Fransiya chempionatida bu yil oldingi yillardan farqli ravishda 3 markaziy himoyachi bilan o'ynaydigan murabbiylarning soni ko'paygan. Yarmidan ko'pi 3 markaziy himoyachi bilan o'ynayapti. Shunaqa bir trend paydo bo'lgan va shundan murabbiylar unumli foydalanishyapti yoki shunaqaroq futbolchilar kelib qolganmi? Lens nima qilyapti? Lensning boshqalardan keskin farqi, misol uchun Marsel ham mana shu uchrashuvda 3 markaziy himoyachi bilan o'ynadi. Ya'ni raqibni De Zerbi akslantirdi. Akslantirganligi uchun to'g'risi Lensning umuman o'yini chiqmadi. Lens futbolchilari ballari juda past bo'ldi. Ular o'zlarini juda noqulay his qilishdi. Lensning yutuqli joyi endi shunchadan beri baribir birinchi o'rinda bekorga bormagan. Jamoaning o'yin uslubiga agar diqqatliroq qaraydigan bo'lsak, jamoaning eng yutug'i boshqalardan farq qiladigani to'p olingan paytda, egallab olingan paytda, ayniqsa ichkarida ko'proq oladi. Juda avtobus qo'ymaydi. Shu olinishi bilan transition deydi-ku, oldingi chiziqdagi futbolchilarga, oldingi fazadagi futbolchilarga to'pni yetkazishda ular boshqalardan tezroq harakat qilishadi. Juda tez harakat qilishadi va buni albatta futbolchilar ilg'ashadi, bir-birlarini tushunib, sinxron zo'r harakat qilishadi va ko'p gollari Lensni to'p olingandan keyin darhol oldinga chiqish bilan, ba'zan qarshi hujum, ba'zan tengma-teng borish natijasida bo'ladi. Ba'zan esa uzoqdan yo'llanadigan zarbalar, pozitsion hujumlardan ham ko'p gollar urgan. Ya'ni Lens avtobus qo'yib qarshi hujumlardan zo'r foydalanadigan jamoa emas, balki o'sha transitiondan unumli foydalanib, shuni zo'r yo'lga qo'ygan klub hisoblanadi. Mana shunga Marsel imkoniyat bermadi. Mana shunga Marsel imkon bermasdan qizig'i xuddi Lensning uslubida gollar kiritdi. Endi balkim hozirda Lensni boshqarayotgan mutaxassisagi qiynalganini sababi hozir shunaqa deyishyapti. De Zerbi zo'r aldab tashlagan emas, balki Nvaneri o'sha Arsenaldan olingan ijaraga kelgan futbolchini yaxshi o'rganmagani
baribir yo'q futbolchi edi-da, birdan birinchi uchrashuvda, debyut uchrashuvda gol ham uryapti. O'yinning eng yaxshilaridan biri bo'lyapti. Guiri ancha Nvaneri o'ynagan hisobiga ochilib o'ynayapti. Shular bilan Saga yutqazib qo'ydi deyapti. Ya'ni De Zerbi murabbiy faktori bilan bu murabbiy urilmadi, balki yangi futbolchilarni shu uchrashuvda maydonga tushishi hisobiga bo'ldi deyilyapti. Payshao ham yaxshi o'ynadi. Umuman o'yin zo'r bo'ldi. O'yin shunaqa bir hali ikki teng bir-birini yaxshi o'rgangan jamoalar o'rtasida bo'lganidan juda tez o'tib ketdi. O'zim ko'rdim. Juda muhim edi, chunki PSG bilan birgalikda ko'rishimiz kerak edi. Xo'sh, Marsel yutadigan bo'lsa, Marsel uchun bilasiz 3 ta jamoa Chempionlar Ligasida qatnashadi, hali play-offsiz. Shuning uchun Marsel 3-o'rinni nisbatan naqd qilib, oldinga chiqib, oldin ketish kerak edi. Lekin u o'zi bilmagan holda De Zerbi PSJni yana taxtga olib chiqdi. Lekin boyaga gap do'stlar, PSG unaqa bemalol o'ynay olmaydi bu yoqqa, sababi Chempionlar Ligasida ham og'ir o'yin kutib turibdi. Bugun Newcastle bilan o'ynaydi, Newcastle bilan uyda o'ynaydi. Agarda durang natija qayd etiladigan bo'lsa yoki yutqazib qo'yadigan bo'lsa do'stlar, Newcastle chiqadi. Durang bo'lsa ikkalasi ham tushib ketib qoladi. Yana qo'shimcha o'yinlarda o'ynashga to'g'ri keladi. Biz ko'ryapmizki, bu yilgi Luis Enrique va uning yulduzli jamoasi nisbatan to'ygan. O'tgan yildagidek hali ko'zi qonga to'lgan emas. Baribir jamoa birinchi marotaba Chempionlar Ligasini yutgan yilidan keyin bir pasayish kerak edi. O'sha pasayotgan paytda biz Fransiya chempionatidagi intrigani ko'rish imkoniyatiga egamiz. Ana endi sekin Angliyaga yo'l olamiz va Angliyani mavzularini bo'lib hikoya qilamiz. Birinchisi Sean Dyche hamda Nuno Espirito Santo. Bu ikki murabbiy himoyaviy jamoa tuzishadi va ko'p holatlarda ayniqsa Sean Dyche ligadan tushib ketish xavfi paydo bo'lgan jamoalarga taklif etiladi va saqlab qoladi. Buni eplaydi. Saqlab qolish uchun esa baribir himoyaviy o'ynaydigan murabbiy kerak. Shuning uchun ham bo'ladi. Bular tezlikla shunaqa qurib olish kerakki, maksimal futbolchilardan foydalanib, qarshi hujumlarda gol urib, zo'r himoyalanib, raqibga zarba yo'llashga imkon bermasdan ochkolarni yulqib olish ishlari bilan shug'ullanadi. Tez bitirib beradigan quruvchilar bor-ku, kelishadi. Albatta u sizga Konteni yanada tezroq variant hisoblanadi. Konte chempion jamoa tuzsa, bular ligada saqlab qoladigan jamoalarni bosh murabbiy bo'lishadi. Endi shunday ishda shunaqa. Bilasiz, ular bugungi kunda Nottingham Forest hamda West Ham jamoasini boshqarishyapti va turnir jadvalida ushbu jamoalar 17 hamda 18 o'rinda bo'lishib turishdi. Biri 25 ochko jamg'argan Nottingham Forest, West Ham esa 20 ochko bilan 18 o'rinda boryapti va faqatgina menimcha West Hamda imkoniyat qoldi. Ya'ni West Ham oxirigacha harakat qiladi va Nuno Espirito Santo shogirdlariga qaraydigan bo'lsak, natijalari oxirgi payt ajoyib. To'g'ri, juda yomon bo'ldi. West Ham Nottingham Forestga oxirgi marta yutqazgandan keyin shu ikkalasi haqida gap ketyapti-yu, bu yoqga g'alabali seriyani davom etyapti. KPRni mag'lub etdi. Shu bilan birgalikda Tottenham mahv etildi. Tottenhamni uyiga borib so'nggi daqiqalarda yutib oldi va Sunderlandni 3-1 hisobida londonliklar mag'lub etishdi oxirgi turda. Va yaxshi-da, misol uchun jamoasini topgandek, jamoani o'rganib oldi va West Ham agar oxirigacha boradigan bo'lsa, shunaqa kurashib boradigan bo'lsa, oxirgi turlardan birida qaysidir jamoaga bosh og'riq bo'lishi mumkin. Misol uchun oxirdan 2 ta tur oldin Arsenalni qabul qilar ekan. Ajoyib. Arsenal o'sha payt chempionlik uchun kurashayotgan bo'ladi, ko'p ehtimol. West Ham jon saqlayotgan bo'ladi. O'sha uchrashuvda yutib turib oldinga chiqish imkoniyati bo'ladi. Tasavvur qilasizmi? London derbisi butunlay boshqa maqomga aylanib ketadi. Biz London derbisi deganimizda Chelsea Arsenal, Arsenal Tottenham Chelsea-ni bilamiz-ku endi ko'proq. Qolgan 4 ta jamoani unaqa hisobga olmaymiz. West Ham ana shularning ichiga kiradi. Shuning uchun West Hamning o'yinini kuzatishdi. West Ham o'ziga kelib oldi, qatorasiga 3 ta g'alabani qo'lga kiritdi va turnir jadvalidagi pastki o'rinlarda Burnleydan, Wolvesdan farqli ravishda intrigaga kirishdi. Intrigaga aralashdi. Nottingham Forest esa do'stlar o'zining yaxshi seriyasini davom ettiryapti. Ya'ni jamoa bir yutdi
Tottenhamni yutgandan so'ng qatorasiga 4 uchrashuvda yutqazdi. Keyin West Hamni boya aytganimizdek mag'lub etdi va Arsenal bilan durang natija qayd etdi. Juda muhim uchrashuv, durang natija qayd etdi. Yevropa ligasida Bragaga yutqizgandir, mayli, u bizga qiziq emas. Hozir Premyer Liga haqida gap ketayotganda navbatdagi uchrashuvni g'alaba bilan yakunladi. Brentford mag'lub etildi. Derbi edi va Nottingham Forestning keyingi raqibi ham yana London jamoasi Crystal Palace ni qabul qiladi. Va Crystal Palace bilan Nottingham Forest o'rtasidagi farq uncha katta emas. Bittagina g'alaba bilan Nottingham Forest Crystal Palace ga yetib oladi va Glasnerning kursini battar g'ichirlatishi mumkin va hattoki Nottingham Forestning o'rniga Crystal Palace tushib qolishi mumkin. 28 ochko xavfli. Undan keyin faqatgina Leeds turibdi. Shuning uchun aynan mana shu Nuno Espirito Santo kelgandan keyin Nottingham Forest o'zi ko'rpaga qarab oyoq uzatishni boshlagani, nisbatan himoyaviy futbolda natijalar qayd etayotgani bizga Premyer Ligadagi vaziyatni tushuntiradi. O'zingga yot bo'lgan uslubga oshiqma. Undan ko'ra tinchgina o'zing biladigan, o'zing qila oladigan ishni amalga oshir, shu bilan o'zingning o'rningda yurasan. Nottingham Forest hamda Nuno Espirito Santo hikoyasi bizga shu narsani tushuntirmoqda. Endi murabbiylar mavzusiga o'tamiz shu yerda va 3 murabbiyni keltirib o'tmasak bo'lmaydi. Qolganlarni ham qo'shsa bo'ladi. Hozirda Real Sociedadga ham yangi taklif etilgan murabbiy g'alabali durangli seriyani davom ettiryapti, yutqazmadi, yaxshi o'ynayapti. Hattoki oxirida Barselonani ham mag'lub etganligini ko'rdingiz. Biz endi bir katta jamoalar haqida va katta ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, uni qo'shmaganimiz yaxshiroq. Xo'p, endi Carrick Manchester Unitedga keldi va ikkita ajoyib g'alabani qo'lga kiritdi. Rasinyor keldi. Hamma nechuk Maresconi iste'fosi, nimaga ikkita kubok olib bergan murabbiyni haydashyapti deb hayqirgan paytda Strasburg jamoasidagi akademik shundoq keldida Andre Santos bilan, o'zini sobiq futbolchisi bilan shunaqa o'yinlar qilib tashlayaptiki, hozir taktik tomonlama balkim to'g'ri tanlov bo'lgandir degan to'xtamga kelyapmiz. Va Arbeloa 3 ta murabbiy, vaqtinchalik murabbiylardek nazdimda, Chelsea'niki balkim qizig'i o'z odatda murabbiylar haqida gap ketganda Chelsea'ni istalgan 8 yilmi, 10 yilmi shartnoma imzolab kelgan murabbiy vaqtincha deyilardi. Chunki Chelsea'da bilamiz nimalar bo'lishini, u murabbiy istalgan paytda ketishi mumkinligini. Maresca bilan ham uzoq yillik shartnoma imzolangan edi, 5-6 yillik, lekin mana ketyapti, ko'ryapsiz va ketayotganning sababini ham hamma bilib turibdi. Uni ishlariga aralashyapti. Unga hech qanaqa murabbiylikdan boshqa haligi imkoniyat berishmayapti. Futbolchini olishda, transferlarga aralashish huquqini berishmayapti. Shuning uchun shundan janjal chiqib ketdi va Maresca tushundi, bu yerda endi ortiqcha ishlab bo'lmaydi. Hech qanaqa kubok olsang ham darajang oshmas ekan degan fikr keldi, ketdi va Maresca ko'p ehtimol Manchester City bilan kelishib ham bo'lgandan keyin shu ishni qildi. Endi Rasinyor kelib turib, hozir taktik tomonlama o'zgartishlar qilib turib, g'alabalar qozonmoqda, natijalar qayd etyapti. To'g'ri, Arsenalga yutqazdi, lekin Arsenalga yutqaziq bu xavfli ish emas yoki fojiali narsa emas hozirgi kunda. Javob o'yini ham bor, javob o'yini olovli kechsa kerak. Biz nasib qilsa markaziy sektor bilan birgalikda safarimiz bor. Ana shu javob uchrashuvini rejalashtirganmiz. Javob o'yiniga borishga. Arsenal 3-2 hisobida birinchi uchrashuvda g'alaba qozongan. Stamford Bridge'da javob o'yini Emirates'da bo'lib o'tadi. Balkim Rasinyor ushbu uchrashuvga ham yangiliklar bilan kirib turib, nisbatan qalqiyotgan Arsenalni jazolar. Uni bilmaymiz, lekin voqelikni qiziq tomoni shuki, vaqtinchaga olib kelingan ikkita murabbiy, Arbeloa hamda Carrick va o'rtada Rasinyor, uchalasi go'yoki Liverpoolga mesej berayotgandek. Liverpool rahbarlari Slotni ishlarini ko'ryapsiz. Slot Bournemouthga ham yutqazdi. Oxirgi daqiqalarda yutqazyapti va bu muntazam davom etayotgan holat endi. To'g'ri, yutqazmaganiga ancha bo'ldi, lekin duranglar qancha bo'ldi? So'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gollar qancha bo'ldi? Bu Liverpoolga xos ish emas. Liverpoolda jismoniy tomondan futbolchilarda muammolar ko'zga tashlanyapti va liderlari bir yoshga qaradi, baribir Van Dijkni kecha qilayotgan ishi, Kerkesni
ahmoqona ish va 3-golda hammani noto'g'ri o'ynashi natijasida tayanch yarim himoyachilarni pozitsiyalarini boy berishi hisobiga Bournemouth yutib qo'yyapti-da, Iraola yutib qo'yyapti va u yerdan xabar chiqyapti. Biz Manchester United, Chelsea yoki Real rahbarlari kabi emasmiz. Biz o'ylab qilamiz ishimizni va sizlardan farqli ravishda bizning murabbiyimiz o'tgan yili Kloppdan keyin jamoani chempion qila oldi. Chempionlar ligasidagi favoritlardan biriga aylantirdi va biz uni qiynab qo'ydik, yangi futbolchilarni olib kelib adaptatsiyasiga vaqt ketishi kerak deb turib yilni oxirigacha qoldirishyapti. Ya'ni Liverpooldan Liverpoolona harakat ko'ryapmiz. Chelsea'dagi, United'dagi ayniqsa shunday murabbiyni olib tashlab, o'sha kecha Jamol aytgandek, tutunga aylanib ketgan oshxonani oynasi ochilyapti-da, tutunlarni chiqarib yuboryapti. Shu havo ochilganda hisobiga futbolchilar maza qilib o'ynashyapti. Hali bilmaymiz. Hamma narsa iziga tushgandan keyin, suv tingandan keyin Manchester United pastki jamoalar bilan o'ynaganda nima qiladi degan savollar berilyapti-yu. Arsenalni yutdi, Cityni yutdi. Bu tarixiy natija do'stlar. Kerrikni qilgan ishiga gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin Kerrik shunaqa holatdaki do'stlar. Agar mavsumning avvalda Kerrikni taklif etib, jamoani Kerrik tayyorlaganda va birinchi, ikkinchi turda City hamda Arsenalni yutib qo'yganda, ha, bu katta kelajakdirdik. Lekin hozir biz bilamiz qachon bu natija qayd etilayotganini. Futbolchilar nimaning hisobiga o'ynashayotganini. Lekin inkor qilib bo'lmaydi. Shu o'yinga zo'r tayyorgarlik ko'rdi. Kelajak menga qiziq emas deyotgandek. Bugun bilan gaplashaylik deyilsa, Kerrikka gap so'z bo'lishi mumkin emas, dunyoning eng zo'r murabbiylardan biri bo'lib turibdi. Ammo biz o'sha gap Manchester United muxlislari ham tushunib turishdi bu vaziyatni, bu holatni. Hattoki Roy Kingga o'xshagan mutaxassislar ham boshqa futbolni istashayotgani ma'lum bo'lyapti. Chunki boshqa futbol bilan, dominant futbol bilan, o'zining futbol bilan birinchi raqam bilan o'ynagandagina Manchester United haqiqiy darajasini topadi. Manchester United haqiqatan ham turnir jadvalining yuqorilarida yuradi. Xuddi Arsenal kabi, Liverpool kabi, Man City kabi yo'llarni bosib o'tish kerak deb hisoblashyapti. Bir qiziq paradoks holatda turibdi. Kerrik ustoz va shogird dunyodagi eng zo'r murabbiylardan ikkisini mag'lub etgan holida narigi tomondan noroziliklar, narigi tomondan e'tirozlar. Ya, bunaqa futboldan ketmaydi. Bunaqa futbolni ko'p ko'rganmiz. Bunaqa futbol bilan yutgan oldingi murabbiylarning ham taqdirini ko'rdik. Sendan boshqa narsa kutamiz. Marhamat, West Hamlar bilan Fulhamlar bilan o'yinda o'zingni ko'rsat va qatorasiga 5 ta uchrashuvda g'alaba qozonib, mana sochdor muxlisni sochi olinishiga yordam ber. Keyin o'ylab ko'ramiz deyishayotgandek. Shuning uchun o'xshash Arbeloa, Kerrik hamda Rasinyor taqdiri, lekin ichida nazdimda Chelsea murabbiyiga osonroqdek. U futboli bilan kelganda, Kerrik futboli bilan emas, boya aytganimdek, o'zi jamoaning futbolchisi bo'lgan, Manchester United tarbiyalanuvchisi bo'lgan, u kelib turib holatni o'zgartirdi va holat o'zgarib turib, kayfiyat bilan ham o'ynash bo'ladi-yu, Dorguni gol endi kayfiyat do'stlar. Kunyaniki haqiqiy. Kunyada u yerda futbolchilar to'g'ri o'ynab turib, Arsenal futbolchilarini epizodni yakunlamagan hisobiga Kunyadek futbolchini istalgan masofadan to'g'ri tepa oladigan, aniq tepa oladigan futbolchini o'sha 14-hududga yaqin zonaga bemalol chiqib turib tepishga imkon berishlari bu Arsenalning mag'lubiyati, bu Arsenalning mana shu noto'g'ri reaksiyasi aslida. Bu yerda gol haqiqiy kelib chiqqan gol. Lekin Dorguniki kayfiyat gol ekanligini bilamiz-ku. Shuning uchun dunyo futbolida murabbiylarning taqdiri juda qiziq bo'lyapti. Birdaniga mana bu yangi yilda yanvar oyining o'zida 3 ta katta jamoada murabbiylar iste'fosi va ularning o'rniga kelgan murabbiylar yondirib tashlashayotganini ko'ryapmiz. Va faqatgina nazdimda, bu mening fikrim, sizning fikringizni yozing. Taktik tomondan, futbol nuqtai nazaridan Rasinyor inqilob qiladi ekandek. Arbeloa ham vaqtinchadek tuyulyapti. Arbeloa endi aniq Manchester United'dagi futbolchilar ishtiyoqan butunlay boshqacha futbol ko'rsatish mumkinliklarini bilamiz. Real-ku aniq endi. Real rozi bo'lmadi. Futbolchilar hamda murabbiylar o'rtasidagi jangda buni hamma bildi.
rahbariyat, Peres boshchiligidagi rahbariyat murabbiy tomonda bo'lmadi. Murabbiy tomonda bo'lmagan sabab kecha futbol plusda ham aytib o'tgandim. Bitta futbolchi isyon qilsa, tushunsa bo'lardi. Oldin Ronaldo bilan Ten Hag voqeasi bo'lgan, Salah bilan yaqinda Slot voqeasi bo'ldi. Shunda rahbariyat murabbiy tomonda turdi, bilsangiz. Futbolchini kechirim so'ratishga yoki jamoadan ketishga majbur qilishdi. Bunda bitta futbolchi emas. Realni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Bitta futbolchi Vinicius bo'lganda hay bir narsa qilsa bo'lardi. Lekin bu Vinicius deganlari uchun Real butun boshli oltin to'pga bormadi. Real bitta futbolchisi uchun nimalar qilib tashlamadi. Men misol uchun bu ishlarni oqlamayman, lekin vaziyati shunaqaligini aytmoqchiman-da. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Realning bir 3 ta futbolchisi agar murabbiyga isyon qilayotgan bo'lsa, murabbiyning uslubi ularga yoqmayotgan bo'lsa, biz murabbiydan ko'ra aqlliroqmiz deyotgan bo'lsa, bu aktivlardan 3 ta 4 ta aktividan voz kecha olmaydi Peres ham boshqasi ham. Shuning uchun ular yaxshi murabbiyni ketkazamiz va o'zimizga tanish bo'lgan Arbelovni olib kelamiz. Arbelov o'zining intervyularida nuqul maqtaydi, gapiradi va oxir oqibat jamoaning kayfiyatini yaxshilab, disbalansni yo'qotib, natijalar qayd etadi degan bo'lsalar, to'g'ri qaror qabul qilishdi. Lekin Liverpool ham to'g'ri qilayotganligini aytib o'tishimiz kerak. Endi Arsenaldan 4 ochko ortda borayotgan 2 murabbiy haqida gaplashamiz. Bu murabbiylarni bilasiz. Bittasi Unai Emery, bittasi esa Pep Guardiola. Josep Guardiola. Aston Villa hamda Manchester City turfa qutblarda, lekin bir manzilda turibdi va ular Arsenalga muammo tug'dirishni boshlashdi. Chunki ochkolar farqi kamaydi. Aston Villa bir marta Arsenalni mag'lub ham etdi va Unai Emery jamoaning sobiq bosh murabbiyi ekanligini bilamiz. O'ziga yarasha hisob-kitoblari bor va yirik hisobda yutqazdi ham. Yutqazgandan keyin ochkolar farqi jiddiylashdi. Guardiola o'zining muammolari bilan yuribdi. Oxirgi payt jamoa kecha g'alaba qozondi Wolves bilan kechgan uchrashuvda va Chempionlar Ligasida ham qiyin vaziyatda turibdi. Endi ularni o'xshash tomoni nimada deyilsa, ular hozirgi kunda ikkalasida ham unaqa bosim yo'q. Va mana shu bosimsizlik Arsenalga yetarlicha muammo tug'dirishi mumkin. Arsenal o'tgan yillari chempionlik kurashida o'ta kuchli bo'lgan bitta raqibga qarshi chiqardi maydonga. Bu Manchester City edi. Rostdan ham haligi yorramman bilan chiqardi. O'tgan yil Liverpool chempion bo'ldi, lekin Liverpoolning chempionligi haligacha haligi tushunarsizdek tuyuladi. Yangi murabbiy Klopp ketgandan keyin nimaning hisobiga ko'proq bo'lganligi o'zi muhokama talab. Lekin umumiy Arsenalni Arteta kelgandan keyingi davrdagi asosiy raqibi va qiynab qo'yadigani, tizzasini qaltiratadigani bu Manchester City bo'lib kelgan. Lekin favqulodda hozirgi kunda Manchester City unaqa zo'r emas. Manchester Cityning oxirgi natijalariga qaraydigan bo'lsak, Holland bor paytida yutqizuvlar, golsizlik va so'nggi daqiqalarda gol o'tkazib yuborish, Manchester derbisidagi total Manchester Unitedning ustunligi Arsenal-ku total ustunligini bermadi. Va nisbatan raqibni omad bilan yutdi deyishga asos qoldirdi-da. Lekin Manchester City umuman gapira olmaydi. Bu narsani Manchester Unitedga nisbatan ishlata olmaydi. Manchester Unitedning muxlislari o'shanda o'yin tomonlama yutgan United uchun xursand bo'lib ketishdi. Oldinlari qarshi hujumlarda yutardik, boshqa qilardik, lekin hozir o'yinda dominant bo'lib yutganligimiz boshqacha zavq beryapti deb yuborishdi. Shu tomondan Arsenal bu yili chempion bo'lish uchun yetarlicha asosga ega dek hali ham ketyapti. Ishonchli, himoyasi zo'r, darvozaboni yaxshi o'ynayapti, boshqa-yu, lekin oxirgi o'yinlarga qaraydigan bo'lsak, Manchester City yaqinlashdi va Aston Villa yaqinlashdi. Pep Guardiola bilan Unai Emery boya aytdik, turfa qutblardan bittasi yo'l-yo'lakay transferlar qilyapti. Aston Villa esa haligi ertak yozayotgandek, juda kam mablag' bilan boshqalarga qaraganda tarkibi ham va o'tgan yilgi futbolchilarning ko'pini sotib yuborgani bilan ham Aston Villa bunaqa yurmasligi kerak. Va shu bilan birgalikda Guardiola hozir sxemalar, taktikalar va yondashuvlar o'rtasida yugurib yurgan bo'lsa, himoya chizig'idagi futbolchilar hammasi qaytsa, butunlay boshqa futbol ko'rsatadi. Bo'lmasa qarshi hujumlarda yeta olmaslik kuzatiladi, xatolar, boshqa narsa.
chayqalyapti. City chayqalayotgan holatida ham Arsenalga yaqin turibdi. Va Aston Villaning mana shu Manchester City bilan ketayotganligi, Unai Emery'ning Pep Guardiola bilan yonma-yon ketayotganligi Arsenalga yanada bosim yuklayapti. Arsenalga yanada yuk tushiryaptiki, Unai Emery bu yili o'tgan yilgi o'yinlardan farqli tarzda butunlay uzoqdan zarbalarga endi bo'ldi, ancha tur o'tib ketdi va buni endi aniq sistema desak bo'ladi. Bu tasodif emas. O'sha XG'lar bilan urgan gollar o'rtasidagi farq kattarib ketgan sababi ham uzoqdan noyob gollar kiritilganligi hisobiga. Rodgers bo'ladimi, Buendia bo'ladimi, uzoqdan gollar kiritishyapti. Va shuning hisobidan jamoa yutib olyapti. Newcastle maydonida yengdi. Agarda Evertonni shu bundan oldingi turda yutgan bo'lganida, hozir 1 ochkolik farq bo'lib qolar ekan va Arsenalga bu yanada qattiq yuk yuklaydi. Men demoqchimanki, Arsenal hozir o'tgan yillarga qaraganda qiyinroq holatda. Birinchidan tarkibini zo'raytirib, haligi o'rniga tushadigan futbolchilar bilan maydondagi asosiy futbolchilar o'rtasidagi farqni kamaytirib tashladi, shunday tushirib ko'p narsa o'zgarmaydi. Va bu bosim turgan gap, shuncha transfer qilyapsan, endi javob ber degan mazmunda qarab turishibdi. Ikkinchisi, hozir Arsenal Manchester City oqsoqlangan paytda bo'lsa ham yaqinlashgani unga bir navi ta'sir o'tkazadi va Unai Emery'ning allamalo Aston Villasini yaqinlashayotgani. Shuning uchun hozirgi kunda Angliya murabbiylar haqida gap ketganda Pep Guardiola bilan Unai Emery'ni bir safda ko'rayotganimizga asosiy sabab shu. Arsenalga bo'ladigan bosim. Bu bosim qanchalik Mikel Artetaga ta'sir o'tkazar ekan? Chunki Arteta uchun ustozi va Arsenalning sobiq murabbiyi bosim o'tkazmoqda. Navbatdagi mavzu Arne Slot hamda Xabi Alonso mavzusi. Boya qisman kirishdik, bunga kirdik, lekin Liverpoolning o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Meni ajablantirayotgan narsa Liverpoolda boshqa masala. Ya'ni Liverpool yilning oxirigacha Arne Slotni qoldiryapti va shundan keyin Steven Gerrard bilan shartnoma imzolashi mumkinligi haqidagi insaytlar chiqdi. To'g'risi, misol uchun Steven Gerrard hozir kelganda men ajablanmasdim. Gerrard jamoa afsonasi, gap so'z bo'lishi mumkin emas, zo'r bo'lgan, lekin ancha bo'lib qoldi va uning murabbiylik ishlarini ham muxlislar ko'rib bo'lishdi. Va Gerrard bilishimcha Klopp yoki Slot, yana shunga o'xshagan tizimli tarzda jamoani uzoq yillar loyihasi bo'la oladigan darajadagi murabbiy emas. Shunaqa deb bilaman. Ha, pastroq jamoalarga kelib turib imkoniyati darajasida o'ynatishi mumkin, yuqoriga sakrashi mumkin, ammo top klublarda, bosimi og'ir bo'lgan klublarda uzoq yillik loyihani joriy etishga qurbi yetmaydi deb hisoblayman. Shunaqa deb o'ylayman. Xabi Alonso masalasida esa butunlay teskari fikrim. Xabi Alonso aynan shu narsaga moslashgan murabbiy. Hozir endi Xabi Alonso bo'shab qoldi Realdan. Liverpool muxlislari bunday qarashyapti. Dunyodagi eng Liverpoolga hozirda ideal tushadigan murabbiy Xabi Alonso nazdimda. Va Slotni hozir shunaqa ketkizib yuborib o'rniga Xabi Alonsoni qo'yishsa ham birov bir narsa demaydi. Slotni o'zi ham rozi bo'lsa kerak, gap so'z bo'lishi mumkin emas, chunki haqiqatan ham Xabi Alonsoning yigitlari o'ynayapti. O'zi Bayerndan olib kelingan futbolchilar borda, Frimpong yoki Wirtzni oladigan bo'lsak va Liverpool, Chelsea, United, Realdan farqli ravishda nisbatan sabr qila oladigan va murabbiyni jamoani qurishiga imkon beradigan klub. Muxlislari ham, rahbariyati ham sabr qilishadi. Va meni hayron qoldirayotgan narsa shuki, nega vaqtinchalik xuddi Kerrikga o'xshab, xuddi Rossignol yoki Arbeloga o'xshab turib Steven Gerrardni olib kelishmayapti-da, mavsum tugagandan keyin yangi mavsumga tayyorlaydigan murabbiy sifatida Gerrardni ko'rishayotgan. Nazdimda ular hozir olib kelishsa, hozir Gerrardni olib kelib, yilning oxirigacha ob-havoni bir o'zgartirib, Liverpoolni shonli davrlarini eslatib, boshqa qilib, natijalarni yaxshilab, Xabi Alonsoga yangi mavsumni topshirishsa zo'r ish bo'lardi. Lekin nega bunday qaror qabul qilishmayotgani ochig'i meni ajablantiryapti. Shuning uchun Xabi Alonso kecha futbol pulistida qattiq aytib o'tdim bu narsani. Jamoa tanlab qo'ymasligi kerak.
jamoat, mana Zidan sabr qilib yuribdi Fransiya terma jamoasiga bosh murabbiy bo'lmoqchi. Hech kimga rozi bo'lmayapti. Hamma Zidanni aytib ko'radi, lekin Xabi Alonso ham shoshib hozir Tottenham, yana boshqa jamoalar, murabbiy ketishi mumkin bo'lgan jamoalarga kelib qo'ysa, do'stlar nazdimda ikkinchi Pochettinoga aylanadi. Karyerasi butunlay boshqa tomonga qarab ketadi. Xabi Liverpulni kut. Ikkinchi o'rindagi mavzu futbolchilarga ham to'xtalib o'taylik. Juda murabbiylashib ketdik. Murabbiy hamma joyda taktikalar, sxemalar, yangi murabbiyni ta'siri, eski murabbiy, futbolchilar ko'z o'ynayotgan, to'g'rimi? Mana shu haftada odamni xursand qilgan va hech da kuzatilmagan hodisalarga sababchi bo'lganlar bor. Bular futbolchilar. Misol uchun Dorgu jarohat oldi, lekin Manchester Unitedning o'ta muhim golni urdi. Va men shu golni urgan paytida, Dorgu golni urgan paytida, birinchidan futbolchi anchadan beri turli pozitsiyalarda o'ynab turib, nihoyat Manchester United futbolchisiga aylanganini ko'rdim. Keyin jarohat olgan bo'lsa ham va Manchester Unitedni bemalol Arsenaldek jamoa bilan o'yinda, Arsenalning maydonida comeback qila olishiga sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki Kunye 3-golni urdi, 2-2 qildi. 2-2 qilgandan keyin Kunye urayotgan paytda Dorgu urganligi uchun ham, Dorgu darvozabonning haligi olib bo'lmaydigan nuqtalarni poylab bilgani uchun ham Kunye xotirjam tepdi. Xuddi Rais o'zining ikkinchi zarbasini bemalol urgandek Real urgan-ku, birinchisini yaqin burchakka urib turib, keyingisiga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Bukayo Saka kelib turib, unga o'sha mashhur gapni aytgan, o'zing bilasan endi bu yo'qni degan. Birinchisida maslahat qilishgan, pasmi yoki tepishmi, ishonching komilmi deb so'ragan. Bukayo keyin yaqin burchakka tepgan, umuman Kurtva kutmagan. Lekin ikkinchisida boyagi urgan golining ilhomidan, shundan keyin bo'ladigan ta'sirdan Rais urgan edi. Bu yerda bitta futbolchi emas, ikkita futbolchi bir-biridan ilhom olgandek. Dorguki shunaqa gol urdi, nega urmayman deb turib, Kunye raqib darvozasini ishg'ol etdi. Shuning uchun mana shu gol alohida o'yinning kulminatsion nuqtasi hisoblanadi. Bu da Dorguning harakati kulminatsion nuqta hisoblanadi. Shu bilan birgalikda Yamal qaychi uslubida raqib darvozasini ishg'ol etdi. Kech Futbol Plusda kuldik. Buni men yana shu yerga tayyorlab qo'ygandim-da, do'stlar. Futbol Plusda aytib yubordim endi. Odatda men YouTube'da gapirib olardim va Futbol Plusda nisbatan takrorlab yoki boshqa fikrlarni ilgari surardim. Birinchisini qaymog'ini mana shu yerda aytardim. Kecha u yoqqa ketib qoldi. O'sha Olmoning pasi va shedevr gol hayotda ko'pincha bilasizmi, haligi mashhur gap bor-ku, Maldinining gapi. Zo'r podkat qilish uchun himoyachi sal oldin xato qilish kerak. Boshqacharoq aytayapman. Maldini nima degan? Men podkat qilyapmanmi? Majbur bo'lib podkat qilib turib to'pni olyapmanmi? Demak, sal oldin xato qilganman degan. Podkat chiroyli narsa. Ayniqsa Abduqodir Husanov amalga oshirsa, bu reelslarga kiradi, highlightslarga kiradi. Lekin o'shandan oldin xato qilish kerak-da. Olmoning xato pasi uchun respekt. Olmo baribir Pedri emasligi, to'pni oldiga yetkazib bermaganligi uchun ham majbur bo'ldi qaychi uslubida raqib darvozasini ishg'ol etishga. Yamal qaytdi-da orqaga. Shuning hisobidan bo'ldi deb o'ylayman. Bu xuddiki o'sha Bergkampning, kecha buni aytdim, endi rozi bo'lasizlar, takrorlayapman. Bergkampning Robert Piresning g'alati, noaniq uzatmasini Balerini golga aylantirgani kabi bo'ldi. Shuning uchun ba'zan hayotda o'rnak oladigan joyimiz xatolardan yoki sherigimizning xatolaridan xafa bo'lmasligimiz kerak. Shu xatolarni tuzatish asnosida qanaqadir shoh asar yaratish mumkin. Va ba'zan shunaqa bo'ladiki, futbolchi bir jamoada haddan tashqari qotib qoladi, hech narsa qila olmay qoladi va uni hamma ignor qiladi. Ketadi, keyin ob-havoni almashtirish uchun boshqa joylarga ketadi. Uni talantliligini taxminan bilamiz, lekin borib haddan tashqari zaxiraga mixlanib qolganligidan talantiga ham shubha qilishni boshlaymiz-da. Bekorga o'tirmagandir. Umuman zaxiradan hamma tushayotganda ham bu tushmayaptimi, demak bir gap bor deyilganda, u ketishi kerak bo'ladi. Endrik ketdi Lyonga va hat-trik muallifi bo'ldi. Endrik o'zining jamoasini topgandek.
Lyonga borganligi ham bir qanaqadir majoziydek, chunki Lyon juda ko'p futbolchilarni tarbiyalab, zo'r qilib turib, podarishni deydi-yu, sovg'a qilib turib boshqalarga uzata oladigan qobiliyatga ega. Benzema o'sha yerlardan kelgan. Lakazetni olamiz. Bu juda ko'p futbolchilar talantini ko'rsatib keyin sotilishgan. Endrikda sal boshqacharoq bo'ldi. Endrik vaqtliroq Realga kelib qoldi va Realda tortmadi, baribir tan olishimiz kerak polvon va Lyonda yondiryapti. Lyonda hat-triklar qilyapti. Jamoaning muxlislarini suyukli vakiliga aylanib qoldi. Va bu juda yaxshi holat. Bir futbolchini, talantli futbolchini haligi yo'lda bir ochilib ketishi bu futbol uchun yutuq. U Realga keladimi, kelmaydimi? Gap bunda emas. Gap shuki, talantli yigit. Bekorga Real olmagan va Realdan oldin ham zo'r o'ynaganligini ko'rganmiz. Qanaqadir Yevropaning top klublariga tortadigan daraja ko'rsatib bergan edi. Va shuni Fransiyada ko'rsatib, yanada o'ziga bo'lgan ishonchni tiklab, erta-indin Realga qaytar yoki boshqa jamoalarga ketar. Biz Endrikni har holda futbolda yo'qotib qo'ymaymiz. Shuning uchun haftaning futbolchilari ichiga mana shunaqa noyob o'yinchilarni qo'yapman. Endi Yamal-ku har doim zo'r o'ynaydi. Yamalning goli antiqa bo'ldi va u xatodan keyin yuzaga kelganligi, noto'g'ri, noqulay pasdan keyin yuzaga kelganligi bizga hayotiy saboq beradi. Endi biznikilar haqida gaplashamiz. Bu birinchi o'rindagi voqelik, chunki ayni pallada Dubayda O'zbekiston milliy jamoasi Fabio Cannavaro boshchiligida kelmagan, bilasiz, bu FIFA kunlarida emas. O'zimizda chempionatdan borgan qora ko'zlar ishtirokida o'yinlar o'tkazishyapti. Xitoy bilan bo'ldi va so'nggi daqiqalarda comeback qilib turib 0-ni 2-2 ga aylantirib oldik. Comeback so'zi Cannavaro boshchiligida Karimov gol urdi. Hammasi KKK. Endi biznikilar nima qilishyapti? Eldor Shomurodovning fenomenal o'yini. Eldor Shomurodovning liderga aylanayotganligi. Gol urmagan o'yinida ham, do'stlar. Birovga penaltini bergan o'yinida ham Eldor Shomurodov agar Turkiya matbuotida tinimsiz gapirilayotgan bo'lsa, bu haqiqiy liderga aylanib olganini ko'rsatadi. Endi biz gol urganda majburda ular deymiz, lekin gol urmagan o'yinida ham uning paslari bilan gol bo'lyapti. Uning yetakchiligi bilan Bashakshahir 6-o'ringa ko'tarildi. U pastda edi. Ligadan tushib ketadigan joylarda yuradi, lekin Eldor Shomurodov jamoani qulog'idan tortib chiqdi. Va endi hozir masala ketyapti. Fenerbahce so'rayotganligi, Beshiktosh, yana boshqa jamoalar. Menimcha jahon chempionatigacha u asosiy ishni qiladi. Mana shu Beshikshahirda baribir o'ynaydi, boshqa joyga ketib qolmaydi hozir va Beshikshahirda u lider o'laroq shundoq terma jamoaga kelib turib o'shani davom ettirib ketadi. Bu zo'r. Va Fayzullayevga ham aynan o'zidan yoshi katta, tajribali lider futbol, chet elda ko'proq o'ynagan aka futbolchi yurganligi ham zo'r foyda keltiryapti. Abbos Fayzullayev Rossiya chempionatida bir yakkalanib qolgan edi. Yurib olish ham qiyin bo'ldi-ku Rossiyadan. Va bu yerda hozir u yayrayapti. Chunki oldin o'zbeklar deb gapirishga majbur qilishyapti ikkalasi. Va Fayzullayev birinchi planga ham chiqishga ehtiyoji yo'q. Eldorni o'zi olib boraveradi. Terma jamoada ham baribir Eldor birinchi figura. Abbos esa aynan Eldordan keyingi o'yinchi sifatida liderga aylanadi deb o'ylayman. Hammasi to'g'ri ketayotgandek. Bir paytda endi Aliqulovning jarohati afsus shunaqa bo'lib qoldi. Lekin bu shunaqaki, hayot shunaqaki do'stlar. Aliqulovdan sal oldin, jarohatdan sal oldin Husanov zaxira futbolchisiga aylanib qolgandi. U qayerga ketadi degan muhokamalar bo'layotgan paytda yaxshi ham Aliqulov bor, yaxshi ham falonchi bor. Ular baribir ritmni ushlab berishadi. Mabodo tonusni yo'qotib qo'ysa himoyachi degandik. Yo'q, Aliqulov jarohat olyapti va bu paytda esa Abduqodir Husanov jamoaning Manchester Cityning asosiy futbolchisiga aylanyapti. Xuddiki hammasi qaytarilayotgan. Endi Fabio Cannavaro uchun bir ish paydo bo'ldi va bu birovni jarohatini albatta hech qachon tilamaymiz. Lekin Aliqulov deylik, mana shu jarohatini jahon chempionati boshlanishi arafasida olganda yomonroq bo'lardi. U paytda tayyorlanib olish qiyin bo'lardi. Hozir bo'lgani Cannavaroning ishini ancha yengillashtiradi. Ya'ni endi boshqa futbolchilarga e'tibor qaratadi, boshqa futbolchilarning o'sishi uchun u imkon beradi. Endi aniq bo'lyapti va boshqa futbolchilar ham Aliqulov jarohat olganini bilishadi va o'sha joyning vakili o'laroq ustlarida ko'proq ishlashadi. G'alati-yu, lekin
agar bo'lsa shu ish bo'ldi, endi shu ish bo'lsa, shu payti bo'lganligi nisbatan terma jamoamizga yengillik beryapti. Ammo Aliqulovga biz shifo tilaymiz, tezroq safga qaytsin. Jahon chempionati bo'ladimi, jahon chempionati bo'lmaydimi? Biz u bilan birgamiz va u baribir futbolimizning ko'rki bo'lib qolaveradi va qaytgandan keyin yanada kuchliroq bo'lib qaytishiga ishonchimiz komil. Do'stlar, katta video bo'lib ketdi, rozi bo'lasizlar va like bosib qo'yasizlar. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Bugun sharhim bor. Barselona hamda Kopengagen o'yinida diydorlashamiz.